Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Yulduzxon Basxonova, Faberlik kompaniyasi kumush direktori. Bu safar sizlar bilan 9-katalogda olgan mahsulotlarimizni bitta obzor qilib chiqaman. Mana shunaqa katta korobkada kelgan. Bu yerda 88 balgina var. 88 balga nima oldi? Birinchi ko'zga tashlanadigan narsalardan mana bu sredstvo azizlar. Vanna yuvish uchun shundoq surtib qo'yganda birdaniga tozalaydigan ishlatgan joy ko'rinadi. Ishlatgan, ishlatmaganligingiz bemalol rakovinalarni, vannadagilarni yuvish uchun ham mo'ljallangan. 500 gram. Buni artikuli 231. Shunaqa sredstvodan 3 ta oldim. Klientlarimiz yaxshi ko'radi, chunki VIPlar uchun alohida rasprodaja bo'ldi. Rasprodajadan foydalanish mazza. Ularni kompaniyamizga atiga 22.900 so'mdan berdi. Keyingisi buni hamma taniydi. Gaz va qozonlarni yuvishga, qozon, plitka, ya'ni kafilni plitkangiz bo'ladimi, kastrulkalar, yog' tegadigan barcha narsalarni yuvish uchun mo'ljallangan. 3119 bu legenda. Hozirgi kunda yana yangilangan varianti chiqqan. No, biz doim undan qayta olamiz. Обязательно gel для мытья посуды. Bu gelda azizlar, siz 1ga 3ga, ya'ni 2 litrga aylanadi. Mana shu yerda 500 gram bor, sizga 2 litrga aylanadi. Bolalarni o'yinchoqlarini ham yuvsa bo'ladi. Idishlarni, sabzavotlarni, mevalarni yuvish uchun mo'ljallangan. Agar dasha yaxshi chayilmagan bo'lsa ham bemalol ichish mumkin. Любой gipoallergenli insonlarga tavsiya qilsa bo'ladi. Hech qanaqa allergiya vызывать qilmaydi. Agar yaxshi chaymagan bo'lsangiz, oshqozoningizga ketib qolgan taqdirda hech qanday zarar yetkazmaydi. Поэтому oilasini yaxshi ko'radiganlar, oshqozon raki bo'lishini xohlamaydiganlar uchun aynan mana shu sredstvo. Marhamat. Buniki qizlar artikuli 370. Keyingi narsalardan, домашний narsalardan освежитель. Negadir освежитель bu yerda bir xil. Bu ham rasпродажада bo'lgan tropический bris. Faberlikda освежительlarni ichida spirt hamda parabenlar bo'lmaydi. Mana bu aynan Aromia seriyamiz esa полностью naturalniy efir yog'laridan qilingan. Apelsin energiya beradi. Освежителni sepganda havodagi changlarni hammasini o'tirg'izadi. Hech qanday раздражение bo'lmaydi. Bemalol tekstilga ishlatsa bo'ladi, pardalarga, divanlarga. 30 qizlar 321 artikuli. Так, keyingi narsalarimizdan домашний narsalardan qaranglar. Пятновыводитель spray kiyimdagi любой dog'larni ketkazish uchun mo'ljallangan. Artikuli 30 151 bemalol даже yenglar kirib qoladi, yoqalar kirib qoladi. O'shanaqa vaqtda yenglarga, yoqalarga sepganda bemalol tez kirlari ketadi kiyimni. Ruchka, qon, yod, zelyonkani ham dog'ni ketkazadi. Парфюмированный гель для душа. Bu Aromia seriyamiz, то есть Story Damori, История любви 500 gram. Bu o'zini tortadi, hissiyotlarni uyg'otuvchi seriyamiz. Buni intim gellari ham bo'ladi. Tak, bilasizlarmi? Narkotik atiringa ozgina hidi o'xshaydi buni. Artikuli 3586. Intim geli bor, krem для telasi bor, spray для telasi bor. Bemalol olib ishlatiladigan. Nosostoyki. Tak, Камиля gel для dushalardan oldim. Shikarniy narxda berdi kompaniya. Rasпродажада buni bergan. 17 mingdanmi shunaqa. Artikullari har xil. Kim azob bo'lgan bo'lsa, faqat mana shunda hozir ishtirok etib olib qolishi mumkin bu narxda. Azob bo'lmaganlar bu narxda ola olmaydi. Sizlar azob bo'lmaganlar uchun bu katalog narxi. Xuddi shuni qo'l kremlari ham aynan atir gulli, har xil gullar bilan gullarni hidini berib turadi. Amalashib qiladi. Ko'plar ko'rishga ulgurmagan zubная pastalar qizlar. Mana shu zubная pastalar, bittasi zubная pasta tak здоровье дёсен, лечебные travы, milklarni mustahkamlash uchun mo'ljallangan hamda tak приятный hid keladi, karisdan himoya qiladi. Ikkinchisi esa восстановление emali. Восстановление emali вообще qizlar nimasini yaxshi ko'rdim. Tishlar issiq sovuq bo'lib qoladi. O'sha issiq sovuq bo'lgan vaqtida aynan tishlarni sezuvchanligi pasaytirar ekan. Mana bu tishlardagi mikrotreshинкалар hammasi zajivляться qiladi. Поэтому meni muhabbatimga bir martadan keyin o'sha восстановление emali aylanishga ulgurdim. Agar sezuvchan bo'lsa, artikuli qizlar jonlar buni. Восстановление emaldagi 38 76. Mana bu ikkinchisi здоровье дёсен 38 80.
Sog'liq uchun narsalardan. Mana bu patchiklar, hali kim ko'rmagan bo'lsa, bu patchik o'zimizga tak to'qilar ekanman. Nima qilib beradi? Patchik organizmda oyoq orqali barcha kasalliklarni chiqaradi hamda yordam beradi. Eslaringda bo'lsa, 4-5 yil oldin reklama bor edi. Shundoq odamni butun badanidan haydab chiqaradi. Ham ozish vaqtida ham yordam beradi. Mana shunaqa bitta upakovka bo'ladi. Kechqurun ishlatilishiga. O'zimizga bo'lgani uchun polностью sizlarga ochib ko'rsatyapman. Bu lavandasi uspokаивающий. Mana shunaqa bitta pachkada ikkita bo'ladi-da. Keyin uxlashga yotishingizdan oldin oyog'ingizni mana shunaqa spetsial joylariga qo'yib chiqasiz. Bu aynan mana ko'ryapsizlar, bosh og'rig'i, oshqozon. Bizda ayajon ikkalamiz oyoq og'rig'i uchun qo'yamiz. Ikkalamizda ham revmatizmimiz bor. 10 kunlardan keyin, 8 kundan keyin konkretный результат уже окончательный идеальный результат bo'ladi. 3 kundan keyin effekti sezilishni boshlaydi. Oyoqda yengillik bo'lib qoladi. Mana oshqozon og'rishga ham qo'ygan. Ayajon отравление bo'lganda ishlatgan buni qizlar. Отравление bo'lganda birinchi ishlatganida aytadi, mana pasti bor-ku, pastdan shunaqangi tortib og'irdi, где-то 20 minut og'irdi, 20 minutdan keyin shunday qo'yib yubordi. Menda holkam bo'lganda bo'ynimda, o'shanda qo'yganimda 3 kundan keyin mana bo'ynimdagi og'riqlarni ketgani prям sezilgan. Потом распродажаdan qizlarjonlar, mana shunaqa upakovочкада bilasizlar, Faberlikda shu домашний narsalar ham bor. Uy ro'zg'ori uchun bo'lgan. Mana bunaqa krassotkani oldik. Bu murchlarni, tuzlarni, naturalniy tuzlarni maydalash uchun mana Faberlik brendi ostida такой shunaqangi chiroyli narsa qip solishga tak. Mana. Tak, uni ishlatib ko'ramiz uyda. Xohlovchilarga artikuli 910 427. Qizlar, Faberlikda kofe тоже bor. Mana bemalol kofedan ham ichsalaring bo'ladi. Не простой кофе, bu peptidniy, sochlarni, tirnoqlarni va terini go'zalligi uchun, tarangligi uchun, mustahkamligi uchun mo'ljallangan. Agar sizlar ham qizlar Faberlikdan shunaqa azob bo'lib turib 20-26% skidkalar bilan podarkalar bilan olishni xohlasangiz, biznes qilishni xohlasangiz, pastdagi silkani qoldiraman. Kirib turib bepul ro'yxatdan o'tib, mana shu silka bilan meni komandamga to'g'ridan-to'g'ri a'zo bo'lasiz. Murojaatlar uchun pastdagi telefon raqamga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Buni qizlar nimasiga yaxshi ko'rdim? Men kofe yaxshi ko'rmayman o'zim. Qiziqmayman ham kofega. Lekin bu muhabbatimga aylandi. Bu latte sekin. Buni ozdiradigan ham bor qizlar. Nihoyatda quyuq hid, mana shunaqa приятный tam bo'ldi. Qizlarga berdim, konsultantlarga juda ham yoqdi. Xohlasangiz buni nima bilan iching? Shakar soling, xohlamasangiz solmang. Men novot soldim, novot solgan вообще narxi neverayatniy bo'ldi. Chunki shakar yo'q edi ofisda. Shojaxonaga ichib tashlagan edim. Artikuli buni 16.88. Ichida 10 pachka bo'ladi. 10 sashet. Потом Alatau atari. Alatau atarini ko'plar biladi. Bu legendarniy atar. Aynan sovuq hidlarni berib turadi. Tog'li qorni hidini beradi deyman men doim. 50 gram, buni artikuli 31.20. Kim svejiy hidlarni yaxshi ko'rsa, bu meni bitta klientim bor, doim ayol kishilarga kimgadir podark qilmoqchi bo'lsa, o'ziga Alatau yoqqani uchun aynan Alatauga o'sha ayollarni jo'natadi. Pulini o'zi kelib to'lab ketadi. Gigiyena. Mana bu gigiyenический prokladkalar ночной, o'zim uchun olganman. Ночной uzun bo'ladi hamda past krылышкалari ham keng bo'ladi. Chiqib ketmaydi, sizlar uchun ochib beryapman. Ночнойni ishlatganingizda ertalabgacha hech qayeringizga o'tib ketmaydi. Kunduzi ham har doim aynan shuni ishlataman. Bunda bitta pachkada 7 ta bo'ladi. Artikuli 11.295. Qaranglar, bu prostoy emas, ham upakovочкада bo'ladi. Birinchidan juda удобно, ikkinchidan ochganingizda mana shunaqa katta prokladka. Mana bu havorangi hidi невероятный, вообще zo'r. Свежий. Mana bu ionoviy частичкалар bo'ladi. Ion bu специальный такой mineral, tog'lardan olingan mineral, mana shu yerga sepib chiqilgan ichida. Har xil bakteriyalarning rivojlanishini to'xtatadi. Свежесть beradi, неприятный zapaxlarni yo'q qiladi hamda qanaqadir shamollashlar bo'ladigan bo'lsa, shunaqalar bo'lishini ham oldini olib beradigan prokladka. Buni ежедневкасы ham bor, dnevnoysi ham bor. Kim kichikroq xohlasa, dnevnoysini olsa bo'ladi и har kungi esa ежедневка, конечно же.
Tak, keyingisi. Mana bu stiklar. Bu stik aynan protiv zagara. Kim kremni ishlatishni xohlamasa, mana shu men juda ham yaxshi ko'rishga ulgurdim. Qaranglar, SPF 50 hammasi 15 grammdan bo'ladi. Stik ko'rinishida uni shunda olib turib, surtib olasiz. Bularni ochmayman chunki qizlar kecha yaqinda o'zimga ochdim. Klientlar uchun shunday saqlab qolamiz. Zakaz. SPF 50 avstraliyskiy standart, ertalabdan kechgacha himoya qiladi. Sumkada solib yurishga ham nihoyatda udobniy. Keyin nimasi yoqdi? Surtganda yog'lanib ketmas ekan. Ba'zi SPF'lar yog'langan bo'ladi. Bu yog'lamaydi, ham quyoshdan, ham kompyuter nuridan ham sizni himoya qiladi. Plus pod makiyaj ketadi. Bemalol qizlar pod makiyaj ishlataverasizlar. Baby face kushonini zakaz qilman. Aslida Skalagenikini zakaz qilmoqchi edim. Kushon da shikarna отражениeni qaranglar, ha. Dahshat. Bu kushon ham tonalniy, ham pudra bittada degani SPF 25 bor, ya'ni 3-4 soatga quyoshdan himoya qiladi. Покрытияsi nihoyatda shikarniy bo'ladi, chunki двойной. Hozir yuzimda ham kushon, faqat boshqa seriyaniki. Baby face degani bu лицо младенца. Bu klientga zakaz 62.97 artikuli bilan. Shu korobkachada chiroyli bo'ladi. Ishlatganlarni muhabbatiga aylanadi. Bu ham qizlar rasпродажада. 12 mingdanmi shuna berilyapti. Buni podarkalarga, rozыгрышlarga, sovg'alarga berishga oldim. Murmur hidi shirin takoy. Bilasizlarmi, karamelkaga o'xshaydi. Karamelkani hidi kelib turadi. Тоже распродажада berdi. 27 mingga berdi balsamni. Обязательно. Кто я такая, чтобы не брать, да? Обязательно oldim, chunki bu aynan seriya ekspert sochlarni полностью восстановление qilish, juda ham shikarni o'xot qiladi hamda namlantiradi. 17.71. Qo'shib shampunni olsalaring, tak reklamadagi, jurnallardagidek effekt bo'ladi. Bizda dezodorantlar, qizlarjonlar, aynan sizlar sovunli dezodorant so'raysizlar, o'sha narsa qaytdi. Bu grusha и frezia hidli. Tak 24 soat himoya qiladi. Ideya dezodorantlari o'zi bemalol 1 sutka sizni uyaltirmasdan himoya qilib, hech qanaqa sariq dog'lar kiyimda qoldirmaydi. Uyaltirmaydi. O'zimga mana bu patchiklar, qaranglar, hozir mana bu ugrilar chiqdi. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin, Faberlik direktori ugri. Qizlar mana pishavoy. Вот kimdadir shunaqa. Agar siz внешний tozalab, lekin effekt bermaydigan bo'lsa, menikidaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni menda yegan ovqatimdan yong'oq, semichka, любой shokolad, ozgina shokoladli pishiriq bo'lsa ham sразу betimga toshadi. Yemaslikka harakat qilaman, baribir yeb qo'yaman. Ayniqsa men shokolad, yong'oqlarni yaxshi ko'raman. Mana bular meni keyin qutqaradi. Mana bu patchiklar ollatomatlarga yopishtiriladi, hammasi yopishtirilganda, uyda qolmaganida bu. Yopishtirilganda agar kichikroq bo'lsa, kichikroqni sразу mana kichiklarni yopishtiramanda iringlarni so'rib oladi. Yana bir marta yopishtirsam, keyin bu iringlar o'sha so'rib olgandan keyin yaram bitib ketadi. Agar kattaroqlar bo'ladigan bo'lsa, bo'rtib chiqlang, kattani ishlatamiz. Ular ketishi sekinroq bo'ladi. Zato полностью ichidan iring sug'urib olinib turib, o'sha joy полностью затяжка bo'lib ketadi. И makiyaj qilayotganingizda ham ana iringlab, nima suvlanib, ho'l bo'lib ketmaydi-da, o'sha joyni mana bu patchik yopadi. Ustiga keyin makiyajingizni qilsangiz bo'laveradi. Yaxshi zajivlyatsiya qiladi, ichiga mikrob tushmasdan. Bitta patchikni yopishtirib qo'ygandan keyin qizlar u 8-10 soat uchun mo'ljallangan. Ya'ni bir sutkada ikkitasini ishlatasiz-da. Buni artikuli qizlar 910 636. Faqat nega bittagina zakaz qildim? Yuzim yaxshi bo'lib qolgani uchun bitta zakaz qildim. Menga bir dona shokolad yesam ham qizlar yetadi, toshib ketadi. Распродажада sovun, loshatka, детская 11 mingdan berdi kompaniya. 36-68. Детский gipoallergenli bo'ladi hammasi. Mana bu qoshlar uchun gel fiksator. Shunda qoshlarni qottirib qo'yadi, hech qayerga qimirlamaydi. Saloni bor klientlarim rosa yaxshi ko'rdi. Salonida shikarni sotyapti buni, chunki effekti zo'r bo'lyapti. 50-21 artikuli laminatsiya effektini beradi. Prям bilasizmi, taralgan, qotgan bo'lib qoladi. Потом уже qaranglar chiroyligini. Bu детский lak, naturalniy. Surtgandan keyin tirnog'ingiz bilan mamdoq qilsangiz, qirsangiz shuna tushib ketadi. Bu jiyanimga 14 mingdan beryapti ekan. 25 mingdan o'tgan safar ikkita oldim, bu safar 14 mingdan ekan. Обязательно olib qo'ydim, chunki biznikiga kelsa, взрослый laklarni ishlatadi. Uyga borib uni ko'chira olishmaydi.
Mana bu halol lakdan ham o'zimga oldim. Ishlatib ko'raman. Такой приятный цвет. Halol laki degani bu lakni даже namoz o'qiydigan qizlarimiz ishlatsa bo'ladi, chunki bu tahorat o'tkazadigan. Buni artikuli 710-89. Buni har xillari bor qizlar. Bemalol olsalaring bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Halol znachogi ham bor. Mana bu yerda Miss Curl tushimiz, qizlar zakaz. Bu ham salondagi qizlarga zakaz. Miss Curl dona-dona qilib turib, kipriklarni zot tozalab, to есть tortib, dona-dona qilib uzun qilib beradi. Hech qanaqa yopishmaydi. Kistочкасы ham шикарный, lekin ochib o'tirmayman. Klientniki bo'lgani uchun. Karandash пятноводитель o'zingiz bilan olib yurishga ham, любой dog'larni ketkazishga juda ham udobno. Ras xullab, suvlab, surtib olsangiz, siz kirlar ketadi. 310 152. Mana qizlar 88 balli tovarlarim mana shulardan iborat edi. Men uni nafaqat 26% skidkada oldim. Bundan tashqari rasprodajadan oldim. Mana bu 350 minglik turadigan kuponni VIP bo'lganim uchun kompaniya 70% skidka bilan berdi va menga 170 или 180 mingga tushdi. Mana shunaqa kompaniyada qancha ko'p savdo qiladigan bo'lsangiz, zakazlar qiladigan bo'lsangiz, sizga beriladigan imkoniyatlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Agar siz ham Faberlikka a'zo bo'lib turib, o'zingiz uchun arzon mahsulotlarni olmoqchi bo'lsangiz, biznes qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, pastda qoldirayotgan ssilkam bilan bepul ro'yxatdan o'tib, meni komandamga a'zo bo'ling hamda pastda qoldirgan telefon raqamimga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.